Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men boshlang'ich ta'lim metodik kafedrasi o'qituvchisi Panjiya Mo'attar. Bugun men sizlarga STEM ta'lim asoslari fani bo'yicha quyidagi mavzu bo'yicha o'z ma'ruzamni aytib o'taman. Mavzuyimiz quyidagicha: turli texnologiyalarning matematika darslarida qo'llanilishi. Ushbu mavzu yuzasidan quyidagi rejalar bilan tanishib o'tamiz. Birinchi rejamiz matematika o'qitish texnologiyalari. Ikkinchi rejamiz matematikada sistem yondashuv va uchinchi rejamiz matematika fanida sistemga asoslangan dars ishlanmalari bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Birinchi rejaga o'tadigan bo'lsak, avvalambor ta'limimizda biz bugungi kunda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanamiz. Shulardan biri interfaol doskalar. Ya'ni bular o'quvchilarga nima beradi? Birinchidan vizual o'rganish, ya'ni ular ekran orqali hamma narsani tiniq, oydin holda ko'rishlari mumkin. Chunki biz matematika darslarida geometrik o'lchovlar, fazoviy shakllardan foydalanamiz. Ikkinchisi guruhli ishlash. Ya'ni monitorda namoyish etilgan ma'lumotlarni guruh holatda hamma yaqqol holatda ko'rib turib ishlar amalga oshiriladi. Va tezkor qayta ishlash. Ya'ni o'sha matematikada o'quvchilar o'sha ma'lumotni qayta ko'rish uchun, ya'ni vizual vositadan qayta foydalanish imkoni aynan shu interfaol doskalar orqali amalga oshiriladi. Matematikada biz STEM darslarida turli xil dasturlardan, ilovalardan keng foydalanamiz. Mana quyida hozir dasturlar va ilovalar keltirilgan. Bularni qisqacha qilib aytib o'taman. Birinchisi GeoGebra. Ya'ni biz algebra fanida ushbu dastur ilovadan foydalanib, turli xil statistikani o'rganish uchun ishlatishimiz mumkin. Undan tashqari Desmos, undan tashqari matematik va matematik o'yinlar orqali o'quvchilar ushbu dastur va ilovalar orqali matematik bilimlarini yanada chuqurlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Vizual vositalar o'quvchilarda ikki xil yondashuvni hosil qilishadi. Bularning birinchisi virtual reallik va kengaytirilgan reallik hisoblanadi. Ya'ni o'quvchilar o'sha 3D modellar orqali geometrik shakllarni virtual ko'rish orqali o'sha fazoviy shakllarni hamma tomonlarini, o'sha piramidalarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Undan tashqari biz dastur va ilovalardan matematika darsida foydalanishimiz mumkin masofaviy ta'lim platformalaridan. Bular o'sha matematika darsida onlayn tarzida biz ushbu darslarni olishimiz mumkin. Ya'ni biz o'quvchilarga o'sha matematik turli xil topshiriqlar beramiz. O'sha masofaviy tarzda onlayn darslar tashkil qilishimiz mumkin. Bular esa o'quvchilardagi bilimlarni yanada kengaytirishga yordam beradi. Undan tashqari matematik modellashtirish va simulyatsiya. Bu nima degani? Avvalambor biz bilamizki, modellashtirish degani bir narsaning kichik ko'rinishi degani. Xo'sh, bular o'quvchiga nimalar beradi? Ya'ni avvalambor bular hodisani o'rganishni, ikkinchisi natijalarni tahlil qilishni va matematik model yaratishni va simulyatsiya qilishni o'rgatadi. Dasturlash orqali matematikani o'rganish qanaqa tartibda amalga oshiradi? Birinchi, bu ijodiy fikrlash. Ikkinchisi, algoritm fikrlash, ya'ni ketma-ketlikni o'rganish va oxirgisi matematik turli xil bilimlarni yaratishga moslashgan bo'ladi. Texnologiyadan samarali foydalanish qanday amalga oshiriladi? Birinchi navbatda biz zamonaviy ta'lim texnologiyadan foydalanganimizda dars jarayonida o'quvchilarni birinchi o'rinda tayyorlashimiz va o'zimiz ham o'sha texnik ta'minotni joriy etayotganimizda texnik bilimlarga ega bo'lishimiz va albatta baholash jarayoni har bir jarayonda doimiy ravishda baholab borishimiz zarur hisoblanadi. Matematika va sistemning o'zaro aloqadorligini biz qisqacha so'zlar bilan tushuntiramiz. Ya'ni o'quvchilar matematika darslarida sistemni bog'lab holda o'tilishi bu o'quvchilarda birinchi navbatda muammoni hal qilish. Ikkinchisi, amaliy ko'nikmalar, chunki nazariy amaliyot bilan doimiy bog'lanadi va oxirgisi fanlar aro bog'liqlik. O'quvchilar matematika darslarida fizikani yoki tabiiy fanlarni, ximiya, fizikani ular bir-biriga bog'liq holda o'tishi mumkin. Matematika darslarida STEM loyihalar qanaqa tarzda amalga oshiriladi? Ya'ni biz darslarni, loyihalarni faqat tabiiy fanlarda emas, matematika fanlarida ham turli xil loyihalar berishimiz mumkin. Bular quyidagicha. Ya'ni biz o'quvchilarga arxitektura loyihalarini,
ya'ni yasash, tuzash ishlarini berishimiz mumkin. Undan tashqari robototexnika, ya'ni o'quvchilar o'sha o'z bilimlarini yanada mustahkamlash uchun kichik robotlarning modellarini yasashlari mumkin. Va keyingisi kompyuter o'yinlar yaratish, ya'ni o'quvchilar turli xil dasturlar, ayniqsa Scratch dasturlari orqali o'zlari matematik bilimlardan foydalangan hollarda kodlar kiritish orqali o'z bilimlari orqali matematik o'yinlarni ixtiro qilishlari mumkin bo'ladi. Va albatta moliyaviy loyihalar. Matematika albatta moliyaviyat bilan juda ham bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun ham o'quvchilar ushbu darslar orqali moliyaviy bilimlarni kengaytirish maqsadida ushbu loyihalar ham beriladi. Raqamli texnologiya integratsiyasi bu qanaqa jarayon bo'ladi? Ya'ni biz bu yerda turli xil matematik dasturlardan foydalanamiz. Mana quyida hozir o'sha ekranda namoyish etilyapti, matematik dasturlar berilgan. Undan tashqari dasturlash asoslari, undan tashqari 3D modellashtirish, ya'ni o'sha bir narsaning hamma tomonini ko'rish uchun shakllarni, turli xil narsalarni, matematik chizmalarimizni hamma tomonini ko'rishimiz uchun bizga 3D modellashtirish juda ham zarur hisoblanadi. Undan tashqari virtuallik, ya'ni ekranda barcha narsani namoyish eta olish. Bu yerda o'qituvchi sistem bilan matematikani bog'laganda unda quyidagi kompetensiyalar vujudga keladi. Bular birinchisi, ya'ni fanlar aro bilim. O'quvchi bir vaqtning o'zida bir nechta fan integratsiya qilayotganligi sababli fanlar aro integratsiyasi shakllangan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, uzluksiz o'qish, ya'ni o'quvchi bir nazariy bilimni amaliyot bilan bog'lar ekan, uzluksiz ta'limni joriy etadi. Ikkinchisi, amaliy ko'nikmalar va albatta loyihalar bilan ishlaganimizdan keyin jamoaviy ish muhim hisoblanadi. STEM yondashuv nima uchun afzal? Chunki o'quvchining qiziqishi o'z navbatida foiz ko'rsatkichlarda berilgan, qiziqishini oshishi 85% ko'tarilishi. Bu bejizga emas. Undan tashqari ijodiy fikrlash, ya'ni tanqidiy fikrlash, o'sha narsalarni yasash, loyihalash, bu unda ijodiy fikrlashni o'zi 93% ni tashkil etadi. Ushbu natijalar bejizga emas, ya'ni STEM darslari o'quvchilardagi bilim, ko'nikma, malakani hayotda bog'lashga o'rgatadi. Bu esa unga katta yordam beradi. Mana hozir 3-rejaga qaytadigan bo'lsak, 3-rejamizda darsdan namunalar aytib o'tgan edik. Biz matematika darslarini STEMga bog'laganimizni quyidagicha bog'lashimiz mumkin. Misol uchun mavzu pul birliklari va xarid qilish. Ushbu mavzuni biz hozir STEMga bog'laydigan bo'lsak, qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni biz bilamizki, STEMda harflar integratsiyasi bor. Science fanda, ya'ni kundalik hayotdagi muammo, ya'ni do'konlardan xarid qilish. Ya'ni science orqali, ya'ni qanaqa xarid qilamiz, qanaqa summalar keltiramiz, o'shalar haqida. Undan tashqari texnologiya. Bu texnologiya albatta interaktiv doska hisoblanadi. Undan foydalanish. Undan tashqari injeneriya, ya'ni mini do'kon loyihasi bo'ladi. Bunda o'quvchilar qog'ozdan o'zlari mini do'kon yasashadi va o'sha yerda xaridor va sotuvchi bo'lib, ya'ni mini do'kon loyihasining ishtirokchilariga aylanishib, savdo-sotiq ishlarini amalga oshirishadi. Va oxirgisi pul birliklarini hisob-kitob qilishadi. Va ikkinchi rejaga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi dars ishlanmamiz bu geometrik shakllarni quramiz. Xo'sh, bu qanaqa amalga oshiriladi? Agar biz geometrik shakllarni quramiz mavzusini STEMga bog'layotgan bo'lsak, bunda demak fan sifatida matematikani olamiz va o'quvchilar shakllarni o'rganishadi, ularni aniqlashadi. Injeneringda shakllardan uy qurishadi. Artda qurilgan uyni o'zlarini maxsus bilimlar orqali bezatish ishlari amalga oshirishadi va texnologiya qismida esa turli xil dasturlardan foydalanib, masalan o'sha Paint'dan foydalanib yoki PowerPoint bo'ladimi, ushbu dasturlardan foydalanib ushbu uyni o'zlari bezashadi. Biz bilamizki, Finlandiya ta'lim tizimida ruchka daftardan voz kechishga faqatgina planshetlar orqali dars o'tiladi. Ana shu narsa esa bizda mana shu STEMga bo'lgan qiziqishni ham oshiradi. Ya'ni o'quvchilarga o'zlari telefondan voz kechish olmayaptimi? Ushbu topshiriqlarni o'sha telefon orqali beriladigan topshiriqlarni berish yana ham qiziqarliroq bo'ladi. Keyingi dars ishlanmamiz bu sog'lom hayot uchun qadamlar. Ya'ni o'quvchilar oddiy mana shu mavzuni quyidagi loyihalashtirish mumkin STEMga, ya'ni o'rtachani topish, ya'ni o'rtacha sonni topish. Ya'ni o'quvchi bir kunda necha qadam yuradi va uning o'rtachasi qanaqa bo'ladi va shunaqa hisob-kitob ishlarini amalga oshirib, o'quvchilar o'z bilimlarini yanada kengaytirishadi. Mana quyida keltirilgan ma'lumotlar bu dars ishlanmalari edi. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringiz uchun rahmat.